Qaysi davlat eng ishonchli mashinalarni ishlab chiqaradi? Ro'yxatda birinchi o'rinda Amerika mashinalarimi? Yo'q. Amerika hozir faqat 4-o'rinda. Bu Ford, Chevrolet, Tesla kabi brendlar. Kuchli dvigatel, katta hajm, yuqori komfort, yaxshi performansni beradi. Lekin AQShda ishonchli ko'p holatda model va ishlab chiqarilgan yilga bog'liq bo'lib turadi. 3-o'rinda esa Germaniya. Hamma bilgan BMW, Mercedes-Benz, ayniqsa Audi. A'lo darajadagi injiniring va haydash hissini insoniyatga beradi. Lekin zamonaviy nemis mashinalari juda ham murakkab. Elektronikasiga keladigan bo'lsak, juda ham ko'p va uzoq muddatda xizmat ko'rsatish esa insoniyatga qimmatga tushadi. Keyingisi esa Janubiy Koreya. Hyundai, Kia, Genesis. Hamma bilganidek, oxirgi 10 yillikda ishonchlik bozorda keskin oshib ketdi. Bugungi kunda ko'plab reytinglarda ular Yevropa brendlaridan ustun bo'lib turibdi. Kamroq nosozlik, arzonroq xizmat va birinchi o'rinda esa oddiy dizayn, sinovdan o'tgan texnologiya, bardoshlikka e'tibor, ortiqcha hashamatsiz. Ko'plab bunday mashinalar to'g'ri parvarish bilan 300 ming mil kamida va undan da ko'proq yuradi. Bular esa hamma bilgan va hamma sevgan Toyota, Lexus, Honda, Mazda. Eng ishonchli mashinalar Yaponiya ishlab chiqaradi. Sizning fikringizcha eng zo'r model va brend qaysi? Kommentariyada yozib qoldiring.